hurmatli tinglovchilar. Bugungi suhbatimiz yoshlarimiz uchun juda muhim va qiziqarli mavzuga bag'ishlanadi. Ma'lumki, Milliy gvardiya Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyi yetuk, vatanparvar va intizomli yoshlarni tarbiyalaydigan nufuzli ta'lim muassasalaridan biridir. Shu sababli ko'plab o'quvchilar ushbu maktabga o'qishga kirishni orzu qilishadi. Bugun biz aynan o'qishga kirish tartibi, talablar va jarayonlar haqida suhbatlashamiz. Studiyamiz mehmoni Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyi direktorining birinchi o'rinbosari polkovnik Fayzullayev Rustam aka bo'ladilar. Assalomu alaykum Rustam aka, studiyamizga xush kelibsiz. Ahmad, Toshkent Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyimiz 2019-yil 28-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, shu bilan birga qurolli kuchlar va davlat xizmatlari uchun kadrlar zaxirasini yaratish va takomillashtirish to'g'risidagi qarorlarda shu Temurbeklar maktabi tashkil etilsin deb belgilangan. Kuch tuzilmalari ichida 5 ta Temurbeklar maktabi mavjud va undan tashqari Mudofaa vazirligiga qarashli Xorazm viloyatidagi Jaloliddin Manguberdi va davlat xavfsizligi xizmatiga qarashli yosh chegarachilar Termiz shahrida joylashgan, ular ham harbiy akademik litsey. Umumiy harbiy akademik litseylari 7 tani tashkil etadi. Nomzodlarga qo'yiladigan talablar haqida gapirib bersangiz. 9-sinf bitirish arafasida 1-apreldan boshlab nomzodlar viloyat, tuman, shahar mudofaa ishlari bo'yicha bo'limlariga murojaat qilishadi va u yerda saralash tartibi boshlanadi. Asosiy talablar qanday? Bo'y ko'rsatkichi qanaqa bo'lishi kerak qizlarda va o'g'il bolalarda? Temurbeklar maktabida bo'yi parametrlarga to'xtaladigan bo'lsam, faqat Milliy gvardiyada 170 bo'yi bilan belgilangan. Qolgan Temurbeklar maktabida 160, 165 bo'yi belgilangan. Tanlovlarda to'xtaladigan bo'lsam, asosan tibbiy yo'nalish bo'yicha tekshiruv bo'lib o'tadi. O'quvchilar nomzodlarni jismoniy tayyorgarligi, psixofiziologik xususiyatlarini tekshirishadi. O'quvchilarda shu nomzodlarda asosan jismoniy tayyorgarlikdan keyin dastlab kasbiy tayyorgarlikda test sinovlariga yaroqli o'quvchilarni tanlab va hujjatlar yig'ma-jitlari harbiy akademik litseylarga kelgandan so'ng davlat test markazi ro'yxatiga qo'shilgandan keyin Vazirlar Mahkamasidagi davlat test markazi tomonidan avgust oyida test sinovlari bo'lib o'tadi. Demak, birinchi bo'lib jismoniy tayyorgarlikdan o'tishlari kerak, to'g'rimi nomzodlar? Endi asosan sog'lom bo'lish kerak. Tibbiy yo'nalishdan saralash ko'riklaridan o'tiladi. Undan keyin jismonan sog'lom bo'lish kerak. Dastlabki kasbiy tanlovlarda psixofiziologik xususiyatlari, yakka tartibdagi suhbat va savodxonlik darajasini baholab beradi. U diktant deyiladi. O'shalardan o'tib bo'lgandan keyin bizga yig'ma-jitlari harbiy akademik litseyga keladi. Biz keyin Temurbeklar maktabi yana komissiya tarkibi bilan tekshiriladi va Vazirlar Mahkamasiga qarashli davlat test markazi ro'yxatga qo'shamiz. Qo'shgandan so'ng avgust boshida test sinovlarini topshirishadi. Tushunarli. Demak, jismoniy tayyorgarlik o'sha sinovlarini ular Temurbeklar maktabida emas, o'sha Mudofaa vazirligi bo'limlarda topshiradi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mudofaa ishlari bo'limlarida, viloyatlarda topshirishadi. Toshkent viloyati faqat davlat test sinovlarini Toshkent shahrida o'tkazadi. Qolgan viloyatlarda o'zida test markazi tomonidan testlar o'tkaziladi. Endi jismoniy tayyorgarlikka to'xtaladigan bo'lsam, jismoniy tayyorgarlikka o'g'il bolalarga turnikda tortilish, 2 kilometrga yugurish va 100 metrga yugurish. Qizlarniki bo'lsa, kuch ishlatish mashqi bajarishadi, 1 kilometrga yugurish va 100 metrga yugurish. Asosan jismoniy tayyorgarlikdan natijalari shu. Qaysi yo'nalishlarni to'xtaladigan bo'lsam, ijtimoiy gumanitar fanlar, huquqshunoslik va ingliz tilini xorijiy til topshirishadi. Aniq fanlar birinchi yo'nalishda matematika, xorijiy til, ikkinchi yo'nalishimizda huquqshunoslik va xorijiy til. 150 nafar o'quvchi qabul qilinadigan bo'lsa, nechta qiz va nechta o'g'il bolalar qabul qilinadi? Milliy gvardiya qo'mondoni tomonidan belgilangan 25 nafar qizlar qabul qilinadi. Qizlar uchun qanaqa imkoniyatlar bor? Ular uchun alohida o'qituvchilar bormi yoki bo'lmasam o'g'il bolalar bilan birga o'qishadimi ular? Kazarmamiz, yotoqxonamizni to'xtaladigan bo'lsam, ularga o'g'il bolalardan ajralgan holda o'zini yotoqxonasi bor. U yoqqa kirib chiqish faqat qizlar kirib chiqishadi va guruh komandiri tarkibida harbiy xizmatchimiz xizmat qilib o'tadi. Kechki tungi paytda ularga tarbiyachi qoladi. Birinchi kurs qizlarimizga bitta tarbiyachi tungi paytda navbatchilikda qoladi va ikkinchi kursda. Tushunarli. Demak, ota-onalar qo'rqmasdan qizlarini bizning maktabimizga jo'natsa bo'ladi. Xuddi shunday.
o'quvchilarimizga qizlarga bo'ladimi, o'g'il bolalarga bo'ladimi, ularga to'rt mahal issiq-ovqat, yotoqxona va harbiy libos davlat tomonidan ta'minlangan. Endi savollar bo'ladi, ota-onalar tomonidan faqat Toshkent viloyati o'quvchilari shanba oddiqda qisqa muddatli ta'tilga chiqishadimi deb. Endi asosan rahbarimiz tomonidan bir qator kriteriyalar belgilangan. Intizom, harbiy intizom, jismoniy tayyorgarlik va o'qishlari yaxshi va a'lo baholarga o'qiyotgan bo'lsa, shanba, yakshanba qisqa ta'tilga jo'natamiz. Ota-onalar kelib ketishi haqida ham gapirib bersangiz, xohlagan payti kelib farzandidan hol-ahvol so'rab, kelib ko'rib ketishi ham mumkinmi yoki ajratilgan vaqti bo'ladimi o'zini? Harbiy akademik litsey direktori tomonidan kun tartibi belgilangan. Ushbu kun tartibida umuman bo'sh vaqti o'quvchilarga yo'q. Harbiy qism, harbiy hayotga o'xshab ertalab soat 6 da uyg'onish, badan tarbiya mashg'ulotlari, ertalabki nonushta va 8:30 da darsga kirib ketishadi. Oraliqda 11:20 da ikkinchi nonushtamiz bor. Yana 15:00 gacha yana dars kirib ketishadi. Tushlikdan so'ng 16:00 dan 19:00 gacha mustaqil tayyorgarlik. O'qituvchilar boshchiligidami, guruh komandirlar boshchiligidami, bundan tashqari o'quvchilarimiz tomonidan fan to'garaklari mavjud va qo'l jangi, boks, voleybol, yengil atletika, kamondan otish to'garagi va nutq madaniyati, badiiy havaskorlik to'garagi mavjud. Buyuk sarkarda Amir Temur Jaloliddin mangu berdi. Hozir mana qizlar o'qishga kirgandan so'ng tumaristni qo'yishni boshladik va bir qator shu Milliy gvardiya tarkibida o'tadigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda o'quvchilarimiz o'zini chiqishlari bilan faol qatnashadi. Akademik litseydan tashqarida ham birorta to'garakka borsa bo'ladimi yoki faqatgina? Yo'q. To'g'ri, ota-onalar tomonidan qo'shimcha yana sertifikatga qutiylik deb Toshkent viloyati ota-onalari ko'p murojaat qilishadi. Ko'chada repetitorlik qilib, yaxshi mutaxassislarga olib boraylik. Lekin bizni o'qituvchilarimiz yuqori malakali. Qolaversa, ular bir qator tanlovlardan o'tib kelgan. Har bitta yo'nalish bo'yicha o'ziga yarasha sertifikatga ega. Hozirda bitiruvchilarni oladigan bo'lsak, 4 talab sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilarimiz hozir. O'qish davomida intizom va harbiy tayyorgarlik qanchalik muhim? Birinchi navbatda kun tartibi deganimdek, kechagi bemalol erkin yurgan, maza qilib ko'chada yurgan bola bizni dargohga kelgandan keyin kun tartibini ko'radi. Harbiy libos kiyadi. Unga yarasha saf tayyorgarligi deymiz. Jismoniy tayyorgarligi deymiz. Islom aka, bitiruvchilarga beriladigan imtiyozlar haqida ham gapirib o'tsangiz. Temurbeklar maktabi harbiy akademik litsey bitiruvchilariga bir qator imtiyozlar mavjud. Oliy ta'lim muassasasi harbiy yo'nalishga kiradigan bo'lsa, o'quvchilarimiz to'plagan balldan 30% qo'shiladi. Fuqarolik ixtisoslashtirgan oliy ta'lim muassasasiga kiradigan bo'lsa, to'plangan balldan 15% qo'shiladi. Qizil diplomga bitiradigan o'quvchilarimiz O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti test sinovlariga kirmasdan suhbat orqali qabul qilinadi. Lekin jismoniy tayyorgarlik jarayonlarida qatnashishlari kerak, to'g'rimi? Qatnashish kerak. Undan tashqari o'quvchilarga BC kategoriyali bo'yicha nazariy va amaliy yo'nalishda avtotayyorgarlik darsligimiz mavjud. Hozirda bir qator muammolar borligi uchun amaliy mashg'ulotlar faqat harbiy akademik litsey hududida o'tkazib kelinmoqda. 18 yoshga to'lgandan keyin, voyaga yetgandan keyin o'quvchilarimiz ma'lumotlar bilan birgalikda BC kategoriya imtihon topshirishga haqqi bor, borib topshirib prava olishga haqli. Rustam aka, litseyimizga kirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Litseyimizda o'ziga yarasha yuqorida aytgandek kun tartibi, harbiy hayot, undan tashqari hozirgi yoshlar ko'chadagi o'zini og'aynilari, o'rtoqlari hamma internet, Facebook, Telegram va hokazo har xil saytlarda kirib o'ziga yarasha bir qator salbiy ma'lumot. Bizni Temurbeklar maktabida o'quvchilarimizga rahbariyat tomonidan belgilangan smartfon telefonlar mumkin emas ishlatish va bemalol shu Facebook, internetga kirib yurish, bo'sh vaqti o'zi farq etib o'tgandek kechki ovqatdan so'ng 20:00 dan 21:00 gacha 1 soat vaqti bor. O'sha paytda ota-onasi bilan gaplashadi, televizor ko'rishadi, yangiliklarni ko'rishadi, kitob o'qiydi. Tavsiya beradigan bo'lsam, asosan ana yuqorida 3 ta yo'nalish bo'yicha imtihon topshiradigan bo'lsam, bu boshlang'ich. Tavsiyalarim endi asosan o'sha kilometrga yugurish, 100 metr va turnikni torttirish bu boshlang'ichi. Bizga o'qishga kirgandan so'ng o'quvchilar asosan shu nagruzkani kuchaytirilgan tarzda bo'ladi. Shunga yarasha jismoniy tayyorgarlik yo'nalishlarida
chiniqqan sport bilan shug'ullangan bolalar bo'lmasa qiynalishi aniq. Demak, ko'rsatuvimizni ko'rib, bugundan sport bilan shug'ullanishlari kerak yoshlarimiz, to'g'rimi? Xuddi shunday imkoniyat darajada yoshlikda sport bilan chiniqqan, sport bilan shug'ullangan bolalar bo'lsa, bizni ta'lim muassasasida qiynalishmaydi degan gap. Rustam aka, samimiy suhbatingiz uchun tashakkur deymiz. Xulosa qilib aytganda, Temurbeklar maktabiga o'qishga kirish jarayoni ancha mas'uliyatli va sinovlarga boy. Bu yerda faqat bilimli emas, balki jismonan chiniqqan, ruhan bardoshli va intizomli o'quvchilar saralab olinadi. Shu bilan birga ushbu maktab yoshlar uchun katta imkoniyatlar, mustahkam ta'lim va kelajakda harbiy sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun mustahkam poydevor yaratadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar siz ham ushbu nufuzli maktabda tahsil olishni istasangiz, bugundan boshlab o'z ustingizda ishlashni boshlang.